Vatandan kelgan uchurlar. Türkiye'den qaytgan Uyghur yosh Xitoyning jazo lagerida qamaqliq. 2021-yili 7 ayning 17 kuni Uyghur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Türkiye'nin Adana şəhərində o'qigan 28 yoshlik Muhammad Ömer ismli Uyghur yosh 2021-yili 2 ayning 11 kuni Türkiye'den vatanga qaytgan bo'lib, hozir Xitoyning jazo lagerida ekanligi ma'lum. Bu yoshning zodi nima sababdan qaytib ketganligi haqida aniq uchur bo'lmasimi? Ammo ba'zi Uyg'ur yoshlarning bir Uyg'ur Xitoyga qarshi harakatlarga aralashmasila, Xitoy uningga cheqilmaydi degan so'zga hali ham ishondiganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoylar chet ellardagi Uyg'urlarni qaqti so'qti qilmoqda. 2021-yili 7 ayning 16 kuni Uyghur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy hayonkashlar hozir Turkiya qatorliq joylarda harakat qilib, vatanda uy mulklari pechatlangan Uyg'urlarning uylarini va yer mulkini arzon bahoda setib olmoqda ekan. Ma'lum bo'lganidek, nurg'un Uyg'urlar vatanga qaytalmaganligi uchun Xitoy undaq kishilarning uylarini pechatlab, mol mulkini to'nglatgan. Ba'zi Uyg'urlar ilgari ashundaq uylarini Xitoylarga sotmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining qattiq cheklamasi tufaylidan sotalmagan. Amdilikda Xitoy hukumatining bevosita qo'llashi ostidagi noma'lum Xitoylar Turkiya qatorliq yerlarda paydo bo'lib, Uyg'urlarning pechatlangan uylarini setib olmoqda ekan. Xitoylar uyi pechatlangan Uyg'urlar bilan ko'rishib, adresi va uchurlarga asosan vatanda o'z odamlari orqali uyni ko'rdikan va baho qo'ydikan. Vatanda uyning bahosi qancha bo'lyotidi, buni Xitoylar bekitdikan. Ikki taraf kelishgandan keyin Xitoy konsulxonasiga kirib, hujjatlarga imzo qo'ydikan. Xitoy elchixonasi guvoh bo'lgan hujjatlarni elib borgan Xitoylar Uyg'urlarning uylariga ega bo'ladikan. Her uydan Xitoylarning oladigan foydasi 100 mingdan 200 minggacha bo'ladikan. Undan boshqa Xitoylar Uyg'urlarning vatandagi pullarini yo'tkab beradigan mulozimatni qiladigan bo'lib, her $1000 uchun $50 $80 haq oladi ekan. Bu ishlarning hammasining keynida Xitoy hukumati bo'lib, bu Xitoyning Uyg'urlarni iqtisodiy jihatdan texmo vayron qilishdagi bir hilasi ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Amerika Davlat İşleri Mahkemesi Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini insoniyatga qarshi jinoyat dedi. Bloomberg agentligining 13 iyuldagi xabarda bildirishicha, Amerika Davlat İşleri Mahkemesi yaqinda e'lon qilgan dokladida Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan bostirishlarini dunyodagi 6 o'rindagi bostirishlardan biri deb jakarlagan va Xitoyning qilmishini insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat degan. Amerika Davlat İşleri Mahkemesi bu haqdagi dokladida insoniyatga qarshi jinoyat ishlashga aniqlama berib, insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat turmaga qamash, qiyin qistoqqa elish, majburiy tug'mas qilib etish va ziyonkashlik qilishdir deb ko'rsatgan. Oltibatlik bu dokladda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qilmishlarini jazolash uchun Amerikaning Xitoyga embargo yurgizish, viza cheklamasi qo'yish, eksportiga cheklama qo'yish qatorliq tadbirlarni qo'llanganligi tilga ilingan. Amerika Davlat İşleri Mahkemesining bu dokladida yana Berma, Efiopiya, Iroq, Suriya va Janubiy Sudandagi bostirishlarmi tilga ilingan. Mike Pence Bidenga chaqiriq qildi. Amerika Fox xabarlar to'rining 15 iyuldagi xabariga ko'ra, Amerikaning sobiq muavin prezidenti Mike Pence 14 iyul Amerika Miros fondida so'zlagan so'zida Amerikaning navbatdagi prezidenti Joe Bidenga xitob qilib, Xitoy COVID-19 yuqumliq virusining kelish manbasi haqida ochiq ifoda bildirmagan. Shundaqla Sharqiy Turkiston xalqiga qaratgan kishilik huquq dafsandichiliklarini to'xtatmagan taqdirda prezident Bidenni 2022-yili Beijingda o'tkaziladigan Olimpik musobaqasini bekor qilib etishni talab qilishga chaqirdi. Bidenning Xitoy siyosatida bo'sh kelib qolganini qayd qilgan Pence,
Olimpik musobaqalari kishilik huquqqa va insonlarning aminligiga hurmat qiladigan davlatlarda o'tkazilishi kerak dedi. Amerika Kengash palatasida Sharqiy Turkiston mahsulotlarining import qilinishini cheklash qonun loyihasi ma'qullandi. BBC xabar qonunining 16-iyulda e'lon qilgan xabardan ma'lum bo'lishicha, Amerika Kengash palatasi Xitoy eksport qilayotgan Sharqiy Turkiston mahsulotlari Sharqiy Turkiston xalqini majburiy emgak selish orqali ishlab chiqarilgan degan sabab bilan Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan tovarlarni import qilishni cheklash qonun loyihasini ma'qullagan. Amerika oldingi yillarda Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta va sho'xlanimi mushu sabab tufayli import qilishni cheklagan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu qonun orqali Amerika Davlat xavfsizlik ministrligidan Sharqiy Turkiston xalqining ezilishida Xitoyga hamdamda bo'lgan shirkat va korxonalarning tizimligini tuzib chiqish talab qilinadi ekan. Mazkur xabarda Amerika Avam Palata a'zosi Marco Rubioning mundaq deganligi naql qilingan. Biz Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyatlarga ko'z yumib olmaymiz. Korxonalarning bu xil qo'rqinchli dafsandishliklar soyasida foyda elishiga yo'l qo'ymaymiz. Uyg'ur o'g'lani Kanadada Uyg'urlar uchun piyoda yurdi. Kanadada yashayotgan Uyg'ur o'g'lani Bilal Malik Xitoyga bo'lgan qarshiligini ifodalash, Xitoyning Uyg'urlarni qirg'in qilishiga qarshi xalqaro jamoat va hukumatlarning sezgurligini qo'lga keltirish maqsadida Kanadaning Toronto shahridan Kanada poytaxti Ottawaga qarab piyoda yurish qildi. Uyg'ur o'g'lani Bilal Malik 4-iyul Kanadaning Toronto shahridan Kanada poytaxti Ottawaga qarab piyoda yo'lga chiqqan bo'lib, Facebookda e'lon qilingan bayonotida u 500 kilometrga yaqin bu musofani piyoda yurishidagi maqsadlarini bayon qilib, munolarni bildirgan. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 12-yilligini xotirlash, Uyg'urlarning mustaqillik talab qiladiganligidek siyosiy g'oyasini dunyoga bildirish, Xitoyning aziz millatimizga yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatiga qattiq noroziligimizni bildirish va oldimizda o'tkazilmoqchi bo'lgan Beijing qishliq olimpik musobaqasini boyqut qilishga chaqirish. Shundaqla o'zim yashayotgan Kanada davlati parlamentining Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini e'tirof qilganlik munosabati bilan Kanada hukumatini parlamentning qaroriga asosan harakatga o'tishga hamda dunyo miqyosidagi Uyg'ur panohlik tilaguvchilarga ega chiqishga chaqirish maqsadida 7-oyning 4-kuni yakshanba Kanadaning Toronto shahridan Kanadaning poytaxti Ottawaga 15 kunlik piyoda menish harakatini boshlamoqchiman. Uyg'ur o'g'lani Bilal Malikning bu qitimliq yurishi 15 kun davomlashgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi barcha vatansuvar Uyg'urlar Bilal Malikning bu jasoratiga opirin o'qiydi.